Sana 10.400 so'm. 92 10.400 so'm, 80 benzin 7.800. Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun 1-may. 1-may kuni metan bahası do'stlar 5000 so'm. Ko'rinib turibmi? Summa 5000 so'm. Metan narxi oshdi. Propanda o'zgarish bo'lmadi-ku bugun? Yo'q. Propanda o'zgarish bo'lmadi. Hozir izini ham propandan tushiraman, benzinni ham tushiraman do'stlar. Metan zapravkadamiz. 1-maydan gaz svet qimmatlik devadi, o'zi metana ta'siri bo'ladi degan gap. Gaz qimmatladigan gap, metan qimmat. O'zi necha so'madi metan? 3950 deng. 5000 bo'ldi. 5000 so'm bo'ldi do'stlar. Metan narxi 5000 so'm. Xo'p, hozir videoni oxiridan ko'ringlar. Propan ham shuda ekan, propanning bahosini ham yozib qo'ygan bo'lsa, propanni ham borib tushiraman. Shu yonida propan bor ekan. Benzin bor edi, to'g'rimi? 80-92, 80 so'm? 10.400 so'm 80 benzin. 7.800. Ay 92 10.400 so'm deb qo'yibdi. Ha, bu yerda ekan. Sana 10.400 so'm. 92 10.400 so'm, 80 benzin 7.800 so'm. Benzin narxi shu. O'zi benzin 80 benzin shunday o'xshaydi. Endi bir o'zgarmadi bu yaqin o'rtada, to'g'rimi? Shu bahada turibdi. 8000 7800 shunday sotib turibdi. 80 benzin 7.800 so'm. Yine bu 92 10.400 so'm do'stlar. Benzinda yuradi dolar. Hozir propandan izini tushirib beraman, xudo xohlasa. Xo'p, propanam keldik do'stlar. 5600 ekan, naborot propan 5200 dan sotib turibdi hozir. Propan zapravkadamiz. To'lqin metan 5000 so'm bo'ldi. Gaz svet qimmatli degan xabar bor edi. Yana propandamiz 5000 so'm. Benzin narxini aytdik, metanligini aytdik. Propanning narxini aytdik. Like bilan qo'llab-quvvatlab berasizlar. Kelaverasizlar yana. Ovqat maydonimiz.